Semizlik bu tanada ortiqcha miqdorda yog' va yog' to'qmasining yig'ilishi natijasida kelib chiqadigan surunkali metabolik kasallik hisoblanadi. Semizlik hozirgi kunda juda ko'p kasalliklar qatorida epidemiya darajasiga chiqqan kasallik hisoblanadi. Semizlik kelib chiqishining asosiy sabablaridan biri, 80-90% uchraydigan eng ko'p sabablardan biri bu kunlik energiya iste'moli hamda energiya sarfi o'rtasidagi buzilish hisoblanadi. Bu nima degani? Yegan ovqatimizga nisbatan jismoniy harakatning kamligi. Keyingi uchraydigan sabablardan biri bu genetik moyillik hisoblanadi. Bundan tashqari semizlikning yana bir sababi bu gormonal o'zgarishlardir. Gormonal o'zgarishlarda ko'p uchraydiganlari bu qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi, bundan tashqari buyrak usti bezi faoliyatining buzilishi, insulin rezistentlik natijasida kelib chiquvchi kasalliklar, bundan tashqari o'sha genetik buzilishlar ham mavjud. Bir necha kasalliklari bor. Shu kasalliklar natijasida kelib chiqishi mumkin. Semizlikning yana bir ko'plab uchraydigan sababi bu stresslar, uyqusizlik, depressiya holatlari bo'lishi mumkin. Yana keyingi sababi bu dori vositalarini muntazam qabul qilish, masalan glukokortikosteroid mahsulotlarini, antidepressantlarni uzoq muddat qabul qilish natijasida ham semizlik kelib chiqishi mumkin. Semizlikning hozirgi kunda faqatgina kattalar orasida emas, bolalar orasida ham semizlik juda ham ko'p tarqalgan. Semizlik nimasi bilan xavfli? Semizlikning xavfi eng asosiysi bu yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet kasalligi, ateroskleroz kabi kasalliklarning aynan xavf omili hisoblanadi. Ya'ni semizlik bor bemorlar muntazam ravishda agar tana vaznini nazorat qilishmasa, kelajakda shu kasalliklar, yuqoridagi kasalliklar uchrash ehtimoli juda katta hisoblanadi. Hozirgi kunda aynan dunyo aholisining 600 milliondan ortiq qismi semizlikdan aziyat chekishadi. Bolalarda asosan persentil jadval yordamida, maxsus jadval yordamida aniqlab olamiz. Yosh kattalarda aniqlashning eng oddiy usuli bu tana vazni indeksi. Bu bo'y va vazn yordamida aniqlanadi. Keyingisi bel aylanasini aniqlash hisoblanadi. Semizlikni diagnostikasida birinchi navbatda biz bemorlarda anamnez ma'lumotlariga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni o'sha genetik moyillik bormi yoki yo'qmi? Ovqatlanish tarzi qanaqa? Jismoniy faollik necha foizni tashkil qiladi? Bundan tashqari dori vositalar qabul qilganmi, qilmaganmi? Genetik kasalliklari bor yoki yo'qligini, stresslar, depressiyalar o'tkazgan yo'qligini bilib olishimiz kerak. Keyingi qadam albatta bu laborator tekshiruv usullari hisoblanadi. Laborator tekshiruv usullaridan umumiy qon tahlili, bundan tashqari glyukoza, insulin miqdori bu bizga beradi. Insulin rezistentlik bor yoki yo'qligini aniqlash maqsadida homo indeksi bor, shuni aniqlab olamiz. Bundan tashqari lipid spektri, triglitseridlar, xolesterin miqdori, jigar fermentlarining faoliyati, vitamin D kabi, kortizol, eng yana bitta tekshiruv usullaridan asosiysi bu qalqonsimon bezdagi TTG gormonini aniqlash hisoblanadi. Hozirgi kunda bolalarda semizlikning uchrashining asosiy sabablaridan biri, birinchi o'rin turadigan sabablardan biri bu fast food mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish, bundan tashqari harakatning kamligi, ko'proq o'sha televizor oldida yoki o'sha telefonlarda o'tirish sabab bo'ladi. Semizlikni davolashda asosiy usullari bu birinchisi hayot tarzini o'zgartirish hamda dieta hisoblanadi. Bundan keyingi usul bu medikamentoz davolash usuli, ya'ni dori-darmonlar bilan davolash va o'zining maxsus o'sha gruppa dorilar bor, shular bilan davolash. Bundan tashqari jarrohlik usuli hisoblanadi. Ya'ni bariatrik operatsiyalar kiradi. Semizlikni davolashning dietasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bir necha dieta turlari mavjud. Birinchisi bu kam yog'li dieta hisoblanadi. Bunda biz asosan bemorlarga tavsiya qilamiz, o'sha ovqat ratsionida yog'li go'sht mahsulotlarini, qovurilgan mahsulotlarni, yog' mahsulotlarini kamaytirish tavsiya qilinadi. Ikkinchi eng ko'p tavsiya qilinadigan dieta bu kam uglevodli dieta hisoblanadi. Kam uglevodli dietada bemorlarga biz tavsiya qilamiz, asosan un va un mahsulotlaridan tayyorlangan mahsulotlarni cheklash, non, pechenyelar, pishiriqlar, makaron mahsulotlarini ratsiondagi miqdorini kamaytirish. Bundan keyingi dietalardan yana bittasi bu ochlik bilan davolash ham bor. Bu haftasiga 3-4 kun bemor o'sha ovqat iste'mol qilmasdan yurishi. Yana bitta dieta usullaridan biri
bu proteinli diyeta hisoblanadi. Bu o'sha ratsionda oqsil mahsulotlari miqdorini ko'paytirish. Oqsil mahsulotlari tuxum, baliq, go'sht mahsulotlari, aynan yog'siz go'sht mahsulotlari miqdorini ko'paytirish orqali diyeta amalga oshiriladi. Diyeta medikamentoz davo, ya'ni dori-darmonlar bilan birgalikda jismoniy faollikning ahamiyati juda katta hisoblanadi. Faqat diyetani o'zida ozish juda ham qiyin. Agar o'sha semizlik bilan qiynalayotgan odamlar diyeta, fizik nagruzka hamda dori-darmonlar bilan birgalikda kompleksni olib boradigan bo'lsa, unda 100% natijaga erishish mumkin bo'ladi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni kommentariyada yozishingiz mumkin. Men Gulzor Shavkatovna, Hilol Med Center klinikasi endokrinolog shifokoriman.